Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. House Mobile'da bugungi kelgan yangi switch tovarlarni eng arzon narxda taklif etaman. iPhone'lardan boshlayman. iPhone SE'ning 3-avlodi. Bu haqiqiy tezkorlikni, haqiqiy iPhone'ning jozibasini sizga taqdim etar ekan. $179 ilk bor House Mobile tarafidan taqdim etilyapti. 64-99% desert rangda ideal 11 Pro Max. Albatta bunaqasi noyob, O'zbekistonda ishlamagan $329 ga. iPhone 11 Pro 64-95% narxi $260 bor yo'q iPhone 11 narxida. 12 Pro'da 128-99 yangi A+ qorasi O'zbekistonda ishlamagan. To'g'ri, bizda 290 ga ham bor bunaqalari, lekin bu haqiqiy yangisi. Buni men sizlarga $369 beraman. Xuddi shu jumladan 99% 128 desa ham O'zbekistonda ishlamagan $369 dan keldi. Faqat 2 dona keldi, lekin narximiz hozirgi holatda arzon va sifatiga 100% kafolat beramiz. 256-84 100% radno $475 ga. Maxda 128 GB ideal holatda 97% narxi esa chegirmada 500. Xo'p, sizlar uchun chegirma qilgan holatda mayli, hurmatli obunachilar, $525 beramiz. iPhone 13 Pro Max ni $555 evaziga 512.92%. Mana haqiqiy arzonlar. $880 ga iPhone 16 Pro O'zbekistonda ishlatilmagan, absolyutno yangi. Yana zo'r chegirmalar kutib olinglar. Redmi Note 12 Pro Plus 5G kam 220 sotamiz. $169 ga yangidek holatda. Honor X9C $280 telefon. Rabochisi $280 telefon. Men bugun buni 250 ga qilib beraman. A55 ishqibozlar uchun 256 esa $255 ga, $246 esa ko'rib turganingizdek 128 talik varianti. Eski Mafe 180 ga ham yo'q hozir. Bizda esa $169 ga bir dona A+ segmenti, A50 $190 ga yangidek dual sim kartali 256 lik, $105 ga ikkita sim kartali, 128 talik A23 o'zi Koreyadan kelayotgan varianti ham 135 bo'lyapti. Men sizga dubayskiy ideal holatdasini taklif etaman. $180 ga olingan telefonni O'zbekistonda ozgina ishlaganligi A82 eng yangi holatda $149 ga. Eski Motor Plus $409 ga. Aytingchi, qora rangda A+ bironta nuqtasi yo'q, O'zbekistonda ishlamaganini siz qayerdan $409 ga topa olasiz? Faqatgina House Mobile'dan. Bardoshli, buklanuvchi smartfon Flip 3. Bu har bir inson, har bir cho'ntagi uchun birdek mazur keladi. Smartfonning narxi esa $229 ga. $60 ga S9 ni dubayskiy regionda, holat o'rta holatda $49 ga A30s 64 talik ideal sostanadi. $95 ga 135 ga ham yo'q bo'lgan M23 120 Hz ekran, 128 xotira. $70 ga yangidek A32 ekranda sal soyasi borligi uchun arzon, lekin telefonda hech qanaqa aybi yo'q. 22 Ultra ideal holatda smartfon narxi A+lari $420 dan, A- esa 380 gacha bor. Galaxy S23 ni ideal krem ranglari $370 dan chegirma narxda. Note 10 Pro $125 ga 8 ga 128 talik o'ylab ko'ring. Buni afzallik jihati bu ikkita sim kartali 8 ga 128 talik 108 megapikselli kamera, 120 Hz AMOLED displey, A32 5G 135, A32 5G dan ancha yaxshi. S22 Ultra nafaqat oq, qora, green barcha ranglarni sizlarga ko'rsatar ekanman. Bundan bizda katta kolleksiyada har biri yuqori sifatda salafarlar olinmagan eng yangisini $420 dan qilib beraman va narxlar tushmaydi, oshib ketadi. Shuning uchun olib qo'yaverish kerak. Olmoqchi bo'lganlar o'ylanib o'tirmanglar. 21 Ultra ideal holatda yangidek $150 dan A+, A-lari 280 gacha borligini ta'kidlab o'taman. S20larimiz $215 dan shunaqangi yoqimli zamonaviy ranglar va klassik uslubdagi grey ranglarini sizlarga 215 dan A+lari, A-larini 170 dan qilib beraman. S22 Plus'dan katta kolleksiyada kirib keldi. Narxlari 320 dan qo'yildi chegirmada, A-lari 280-290 ni tashkil etmoqda. Xudo xolasa, bugungi eng asosiy chegirmalar birinchi filialimizda. Hozir birinchi filialda